qualcuno lo fa. Lekin Muhammad Rahim Bahodirxon Soniy Xorazm taxtiga o'tirar ekanlar. Raiyatni muazzam ishonchlarini oqlashga, mamlakatni adolat bilan idora qilmoqqa, ichki va tashqi siyosatda aql idrok bilan ish ko'rmoqqa, qardosh elatlarimiz bilan munosabatlarimizni yanada mustahkamlamoqqa, ilm va ma'rifat, san'at va adabiyot rivoji hamda bunyodkorlik ishlarida astoydil e'tiborli bo'lmoqqa amal qilurmen. Al-va'datul dinun. Oferin. Xon hazratlari, vaqtingiz muborak bo'lsin. Sizni bugun qutlash uchun soz ahlijam bo'lgan. Soz bo'lsinmi? Soz bo'lsa, soz bo'lsin. Marhamat.